Xayrli kun aziz obunachilarimiz, hammaga xayrli kun. Mega mevada ajoyib yangilik, mana Abdurahmon bilan obzorini chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa onorlarni shikalarga belab, chechishtirib qo'yganlari bor, kelaverasizlar. Albatta tekda hazillarga rozi bo'lasizlar, ertalabda desa sabit bo'ldi o'sha. Hop, bu tomonda mana bananni kesib turib, chiroyli shikalarga o'tirib, tevasiga bezaklarni berib qo'yganlarimiz bor. Juda ham zo'r holatda qulupnayli shikalarga bu onorli bananlikni qo'shib qo'yganmiz. Bemalol kelib, mega mevadan shunaqa ajoyib kombinatsiyadagi shikalarni, mevalarni yeyishinglar mumkin. Zo'r holatda ta'mini yeb ko'rdilar bu yo'tami, hozir вообще portlab yotibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Idishlarimiz bor. Chiroyli savatcha deysizmi, korobkachi deysizmi bor. Qulupnayli shikalarimizga ham bir baho berib yuborasiz. Zo'r holatda turibdi. Mega mevada shunaqa yangilikni do'stlar, bemalol kelib buyurtmani bersangiz 10 minut, 15 minutda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bag'da xurmoni ko'taribdilar asalkon. Nima deysiz? Shikalarli xurmo. Shikalarli xurmo. Shikalanib ketdi ham yo'q. Mega mevada shunaqa shikalatlar do'stlar. Shikalat bolalar ham bor.